qabrda avval qo'y bo'lib yurib, keyinchalik yakka xudoga so'yingan, bitta xudoga so'yingan. O'sha paytda odamlar haykalchalarga, daraxtlarga, buyumlarga, tumorlarga, hayvonlarga sig'inardi. Lekin bitta xudoga so'yingan. Xudo bitta deb. Shuning uchun ham o'sha paytdan hozirgacha ham o'sha payg'ambar Doniyor payg'ambar. Demak, Hoji Doniyor vafot etganda Chigosiyodagi, hozirgi Bobil Iroq shahridagi Mosul shahrida qo'yilgan. Samarqandga kelib qolish to'g'risida ikkita taxmin bor. Biri Samarqandga kelgan yahudiylar vafot etgan Hoji Doniyning qabri Samarqandda bo'lishi vaqt keltiradi, qiyinchilik keltiradi deb Samarqandga olib kelib va qabr qo'ygan. Ikkinchi taxmin Amerika bilan bog'liq. Amerika 1923-yillarda Chigosiyada qilgan ishlarida Mosul shahrini olishga kelgan. Shunda shahardagi holatni o'rganish uchun o'zini ayg'oqchilarimizni razvedchikaga borib o'rganib keladi. Qarasa shaharda qabr bor. Bu qabr joylashgan shahar tinch, osoyishta, bu yerda aholisi baxtli yashaydi. Shuning uchun ham shaharni ololmaydi. Amerika shaharni hech bir aholisiga tegmaydi. Shaharni vayron qilmaymiz. Shunchaki hojatxona qabrini ziyorat qilib qaytamiz. Keyin ana shu qabrga ziyorat qilib, qabr tuprog'idan olib, Eron Pandon bilan tuyaga yuklashadi. Tuya mana shu kelib yotadi. Yotgan joyida mana 18 metr qabr. 18 metr qilishiga sabab o'zini bo'yiga nisbatan 10 barobar baland. Shuningdek 18 ming olam. 18 ming olam bor. 18 ming qabr. Demak, qabrdagi paytda qabrning boshidan pastdan buloq. Hozirgacha tuzib turibdi. Aholi har xil kasalliklarga davo deb oladi. Mana bu ko'rayotganlaringiz ortimizdagi Eron Pandon pistasi ham Pista.